Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Avvalo hammalaringga salom. Mana hozir shu telefon ko'rib o'tirib bitta kommentariyaga ko'zim tushib qoldi. Va Isroil degan obunachim ekan. Shu ko'lsavat qilgan ekan mashinasini. Ko'lsavat qilgandan keyin o'sha yurmay qolibdi. Statorni bosganda stator ushlab qolyapti ekan. Qilib ushlab qolyapti. Omma sudrasa yuryapti ekan. O'shanga endi ko'pchilik aytibdi, nima qiling? Statorni almashtiring degan ekan. Shu statorni almashtiribdi. Unda ham bo'lmabdi. Undan keyin nimani almashtiribdi? Akkumulyator degan ekan. Akkumulyatorni ham almashtirish buyuribdi. O'shanga Isroiljon avvalo o'sha bir remont qilganda bu Damas'larni rasmi ko'lsavat qilmasdan bitta remont qilib yuborish kerak edi hammasini. Endi aslida hozir yurmay qolayotgan narsasi bu statordan ham bas, agar qo'ygan bo'lsa statordan yoki bo'lmasa akkumulyatordan bas. Buni o'sha galobkalarni ko'tarib qayta qo'yganda nimani ko'salarni qo'yib yana boshqa terishda o'sha zubchat remen jicha noto'g'ri tushib qolgan. O'shani chunki zubchat remenda ham rosa to'shni qo'yish juda hushyorlik bilan qo'yish kerak. Masalan, o'zimiz ham mana shu yerda qo'yishda adashib qolamiz. O'shaning uchun ozgina noto'g'ri qo'yilib qolgan. O'shaning evaziga hozir statorni bosganingizda g'aq qilib ushlab qolyapti. Omma sudrasiz yuraveradi. O'shaning uchun hozir bu sizdagi zajiganadan. O'shaning uchun boshqa joyga tegmang-u, o'sha nimadan yo bo'lmasa bitta ustaga ayting, tramblordan bir ko'tarib turib, bir oqlatib, shestinasini bir oqlatib qo'yib ko'ringlar. O'shanda yurishi mumkin. Agar o'shanda ham bo'lmaydigan bo'lsa, zubchat remenni, endi zubchat remenni aybini beri tramblorni o'zidan bitta oqlatsa bo'ladi. Undan ortig'ini ko'tarmaydi u ham baribir. Bir-ikki oqlatsangiz. O'sha yerdan oqlatsangiz yurishi ham mumkin. Lekin baribir zubchat remendan bo'lsa, zubchat remenni o'zidan to'g'rilagan ma'qul. O'shaning uchun ag'iga tegmangiz, zubchat remenni ochib turib, o'sha metkasiga qilib, to'shna qilib qo'ysalaring, Isroiljon. Ana shunda mashinangiz yuraveradi. Hozir Turkiya zubchat remenda aybi bilan o'sha motor statorni bosganingizda g'iq qilib ushlab qolyapti. Uka, shu obunachilarim hammalaringga kerakli savolchi men shu jichagina video qildim. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men anchadan beri video chiqarganim yo'q edi. Endi xudo xolasa ishlarim ko'payib ketib chiqara olmadim. Endi xudo xolasa bundan bug'y video chiqarib turaman. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu xonada men sizlar bilan hammalaring bilan so'rashib oldim. Rahmat hammalaringga, sog' bo'linglar.